Mana bu derazalarga qarang. Chiroyli, a? Bu uylar qancha turishini bilasizmi? 1 million dollardan ko'proq turadi. Lekin gap narxida emas, qizig'i shundaki, bu yerda hech kim yashamaydi. Koreyada kvartira bu uy emas, bu seyf. Boy koreyslar shunchaki pul saqlash uchun beton qutilarni sotib olishadi. Kvartira yillab bo'sh turishi ularga baribir. Bu yerda aytishadiki, mayli tursin, asosiysi qimmatlashyapti. Oddiy yoshlar esa bu qorong'u derazalarga o'zlari hech qachon kira olmaydigan qimmat do'kon vitrinasiga qaragandek qarashadi. Keling, to'g'risini tan olaylik. Biz bunaqa kvartiralarni sotib olishimiz uchun halol mehnatimiz bilan 150 yil ishlashimiz kerak. Dam olishsiz va ovqatsiz. Aqlli yigitlar boshqacha yo'l tutishadi. Ular bu yerda pulni to'plab, o'zini vatanida, O'zbekistonda o'zini xohlagan uyini qurishi mumkin. Misol uchun 50 millionga o'zini xohlagan uyini qurishi yoki o'zini xohlagan biznesini ochishi mumkin.